Buydan namlıq əsərdəki ən güclü palvan kim o? Lujishin bilan Wusong nechinchi o'rinda tizilgan. Bugun bu payg'ambarning ikkinchi qismi 4-chi o'rinda turdig'ini uzun qilishli Guansheng. Ya'ni bu Guansheng uch parchalik haqida qisdagi Guanyuning keyingi avlodi bo'ldi. Bunun işlep turgan quroli naq shu Guanyuni qora ejderha bardor shamshiri, eg'irligi 81 jin eg'irlikda. Bu Guansheng Yangshandagi altituddagi 5 yo'lbars sanog'undan birisi. Buning qilgan janlar qarsak intayin besim, portlash kuchi, qatorliq bu jang maharatini epetgan vaqtda buning kuchligini bilalaymiz. Onun ustiga buning qora ejderha bardor shamshiri mushu Subuda nomli asardagi eng eg'ir jang quroli. Bunda 81 jinlik jang qurolini ko'tarib otdi. Bunda mayirlik bilan bundaq besim bilan jang qilishning o'zida buning qanchalik kuchli ekanligini ko'rib oldi. 3-o'rinda turdig'ini Shingo Wusong, ya'ni hammamiz yoqtirgan yo'lbars o'ldirgan Batur Wusong. Bu Wusongning hikoyasi hammamizga noyat tunish. Masalan, qoshqilik yo'lbarsni o'zining mush peshvosi bilan o'ldirganligi. Bundaq yo'g'a yo'lbarsni o'ldirish uchun uning o'tkidak besimli mush Taysinning mushlar o'xshash eg'irlik mushlat alsak, aran o'tishi mumkin. Ya'ni bu masalatda bu yerga jangmishini necha mushlarla yer chiltidi. Ham shu jangmishini dumbalashdan burun o'zining kuchliligini ko'rabiga ko'rsatish uchun 500 jang eg'irlikdagi tosh ustalni dast ko'tarib, dast qo'ydi. Yo'lbarsni o'ldirdik, ham bunda tosh ustalni boshini dast ko'tarib qo'yishga chikkasa kuch kutdi mashning eg'irligidan. Shuning uchun Wusongni hammamiz noyat yoqtiramiz. Shunaqo, Wusong to'g'risidagi to'liq mazmunni anglaganlar mansishin qilsanglar ayrim yo'llab beray. Ikkinchi o'rin turdig'ini bo'lsa Chaogay. Endi bu Chaogayni kuchtingirlar qatori ikkinchi o'rin qilib qo'ysa nurg'unlar hayron qilish mumkin. Chunki biz ko'rib cho'g'ilgan bu Subudada Viyat Chaogayning kuchtingirligi ancha ko'p tasvirlanmagan. Endi asli asarga qarasak Chaogayning bundaq bir hikoyasi bor. Chaogayning laqabi nima? Munar yo'tkuvchi shoh Chaogay. Bu nom qanday kelgan desanglar, bu yerdagi Chaogay sharqiy malda o'tirdi bir daryo turdi. Bu yerga g'arbiy maldikilar, ya'ni g'arbiy kanatga bir olvoslar kelgil turdi bu yerga. Shu olvoslar kelib bu yerni basramjan qilib, bular baloyofat qilib mushundaq ish qilgandan keyin bular bir darvish kalamlarni chaqatqizib, bu g'arbiy maldikilar toshdan bir munar yasatdi. Shunlar bu munarni yasatgandan keyin Afg'onistondagi tosh munarni ko'rganmi? Oshundaq bir munarni yasatdi. Bu munarni yasatgandan keyin bu yerdagi jin arvohlar bu yerdan qechib ketdi. Ya'ni qechib bu g'arbiy maldan sharqiy malga ko'chidi. Naq Chaogayning malisi ko'chidi. Endi baloyofat bular kelgil turgandan keyin Chaogay mush vaqtni o'zimi bu malisning oqsoqili. Shuning bilan bu Chaogay o'z berib yoki g'arbiy malga tosh munarni dumsiga otib yüz yalğız yudib g'arbiy maldan sharqiy malga akilib dast qo'ydi. Shuning bilan munar yo'tkuvchi shoh Chaogay degan laqab mushuningdan kelgan. Ko'rdingmi ma'ni kuchtingirligini. Shuning uchun jonik palvonlarning nurg'unlari Chaogayning ismini anglablar buning qoyil ag'a deb cho'ng bilishlik sabab muningdan kelgan. Endi qoyil bo'ldinglarmi? Birinchi o'rinda turdig'ini nurg'unlarimiz yoqtirdigan Liangshan ko'ldagi haqiqiy palvon Yuldar Shayx Lujishin. Endi bu Lujishin hammamizga noyat tunishliq asarda buning kuchtingirligini ifodalaydigan tasvirlarni noyat ko'p. Masalan, bu Tashantig'dagi ibodatxonani qolayimqon qilishi, eng no'tisi nima? Majnun talni qo'mirib etish. Shunami? Bu Majnun tal mushundoq bir daraxtni o'zining kuchi bilan o'zi yolg'iz qo'mirib etish degan qandaq gap? Men o'z ko'zimdan hamda kranni bog'lab qo'maganni ko'rdim. Tasqalda kranning motorlari chiqib ketgan. Lujishin mush ishlar bir umr poyitib maqtanaligidek bir ish. Shunami? Yana bu janib polis deb atvagan jin qassobni ushmushlar uriblar o'ldirib qo'ydi. Endi buning jang qurolimi Subudadagi eng eg'ir jang qurolining ikkinchisi bu oypaltiliq virusning eg'irligi 62 jin. Tasqalda Guanyuninkini eg'ir yozib qo'yg'ili edi. Endi bundaq eg'ir jang qurolini piyod yurib, nihoyat mayliq bilan jang qilishning o'zida bu Lujishinning qanchalik kuchtingir ekanligini ko'rib oldi. Buning uchun bu yerga Lujishin Subuda nomli asardagi eng kuchtingir palvonning birinchi o'ringa tizildi. Undaqda 3 parchalik haqida qissadagi eng kuchtingir palvon kimdir? Bu mazmunga qiziqyapsizlar qo'dayman. Qiziqadigan do'stlar meni qo'shilib birdan yaxshi yurak qilib qo'yinglar. Keyingi sonda mush tema haqida fikrlashimiz. Qolgan savollaringizga kashda jiboda javob beray. Rahmat.